Vatanda shuncha zulm, cheklamalar ostida turib, imonim nihoyat kuchli edi. Ammo chet elga chiqqandan keyin vatandagi taqvoligimning 10ning 1si yo'q. Men Turkiyaga kelgandan keyin nihoyat suslashib ketdim. Hatto namozim ig'ir keladigan ba'zi namozlarni tashlab soldim. Bu navbatdagi Uyg'ur jamiyatimiz duch kelayotgan amaliy reallik. Biz hozir iymon e'tiqod jihatda shallanish, tanlanish bosqichida turyapmiz. Chunki atrofimizdagi yumshoq vositalar o'zimiz his qilmasdan e'tiqodimizga salbiy ta'sirlarni ko'rsatyotdi. Bo'libmi o'quvchilar orasida iymon e'tiqod jihati susluq, namozga sal qarash, gunohdan o'zini tortmaslik ahvoli nihoyat ig'ir. Ba'zi o'quvchilar o'zining bu ahvoldan afsundoqligini aytib, ba'zi bir chora usullarni bizdan so'radi. Men ularga yo'l ko'rsatgudek darajada taqvo bo'lmasammi, bu masalaga men o'zimmi duch kelgan bo'lg'achqa, bildiganlarimni o'rtaqlashaman, balkim inshaalloh foydasi yetib qolishi mumkin. Bizning namoz ibodatga qo'shaqmasligimiz, gunohdan o'zimizni tortolmasligimizning sababi bizning iymonimizning bizni namozga harakatlantirishga, yomon ishlardan to'sishga kuchi yetmaganligini bildiradi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning biringlarning iymoni xuddi kiyim ko'nirgandek ko'niraydi. As'alulloha ayyujaddida iymanakum. Allohdan iymoninglarni yangilab berishini so'ranglar deydi. Undaqda iymonimizni qanday yangilaymiz, qanday zaratlaymiz, qaysi usullar bilan iymonimizni kuchlantiramiz? Birinchisi tafakkur qilish va o'yinlash. Biz atrofimizga, dunyoga va o'zimiz qaraydigan bo'lsak, ajoyib, hayron qolarlik mo'jizalarni ko'ramiz. Lekin biz tafakkur qilmaydigan, o'ylanmaydigan holatda kunib ketdik. Asli biz badanimizdagi, atrofimizdagi hamma narsalarga tunji ko'rgan qarash bilan qaraydigan bo'lsak, dunyoning hayron qoladigan narsalarga to'shqanligini va texmi tafakkur qilgan vaqtimizda shu hayron qoladigan narsalarning Allohning, ya'ni bir yaratquchining borligini bildiradiganligini ko'raymiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda osmon va zaminning yaratilishida, kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohning birligini va borligini bildiradigan nurg'ulg'an alomatlar va deydi. Shuning uchun biz tafakkur qilishimiz kerak, o'ylashimiz kerak. Dunyoda cho'qim bizning bir vazifamiz, majburiyatimiz borligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda 20 ga yaqin o'rinda bizni tafakkur qilishga buyurdi. Ikkinchi usuli dunyoda hamma odam qochib boqadigan, ammo qocholmaydigan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu o'lim, buni unutmaslik kerak. Dunyoda taxminan 1 minutda 110 odam o'ladi. Hammamiz o'lib ketamiz. 100 yildan keyin, ha bo'pti 120 yildan keyin hozirgi dunyodagi yer shardagi odamlarning birisi qolmaydi. Hammasi o'lib, yana ostiga kirib ketadi. Allohning oldiga borgan vaqtimizda, "Ey bandam, men senga 50-60 yil umr berdim. Mush umringning ichida mening roziliqim uchun nima ish qilding?" desa, buningga javob beralgudek bir narsa tayyorlashimiz kerak. Dunyoda erishgan pul, mol dunyo, nom shuhrat hech qaysi qiyomat kuni o'tmaydi. Xuddi boshqa davlatning pullari madolatga o'tmaganga o'xshash, bu dunyoning zibo-ziynatlarimi qiyomat kuni o'tmaydi. Faqat qiyomat kuni o'tadigini mushu dunyo turib qilib olgan yaxshi ishlarimiz, oxiratning bankasiga silib olgan pullarimiz va tirikchiliklarimiz o'tadi. Alloh taolo bizni oldibrun eskartib, "Val tanzur nafsum ma qaddamat lighat." Har bir jon, har bir odam atsi, ya'ni qiyomat uchun nimani tayyorlaganligiga qarab baqsin deydi. Uchinchi usuli yaxshi taqvodor kishilar bilan do'stlashish. Agar sizda boshqalarga ta'sir ko'rsatgandek e'tiqod bo'lib qolsa, nachar yomon kishilar bilan aralashib, ularni yaxshi yo'lga yetaklasangiz bo'ladi. Ammo siz boshqalarga ta'sir ko'rsatish emas, boshqalarning ta'siriga uchrab ketish ehtimolingiz bo'lib qolsa, yomon nachar kishilardan qat'iy yiroq turing. Chunki do'st odamga eng ta'sir qiladigan narsa. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom odam do'stining dinida bo'ladi, sizlar kim bilan do'stlashganligingizga yaxshi qaranglar deydi. To'rtinchi usuli namozning sunnatlariga ahamiyat berish. Hozir Uyg'urlar orasida, bulabmi o'quvchilar orasida namozning sunnatini o'qimaydigan ishlar nihoyat ko'p. Bu shaytonning namozni tashlatqizishdagi tunji usuli. Shayton namozning sunnatini o'qimasangmi gunoh bo'lmaydi deydi, ammo nurg'ulg'an savobdan quruq qolsa degan gapni demaydi. Ondan keyin o'zimiz farz namozlarni kechiktirib o'qiydigan bo'lamiz, oxirida farz namozlarni ig'ir qiladigan holatga kiramiz. Aslida namozning sunnati xuddi kiyim badanni qo'ydiganga o'xshash farz namozlarni qo'daydigan qalqon. Alloh taolo bizga 24 soat vaqt bersa, 23 soatni o'zimiz uchun ishlatib, faqat 1 soatni Alloh uchun beramisak, biz qiyomat kunidagi Allohning azobiga loyiq. Chunki 3-4 ming riyal maoshni deb kunda 8 soat 1 oy ishlab beramiz. Ammo jannatni deb kunda 1 soat vaqtimizni ajrata olmasak, o'zimizdan so'rab baqsak bo'ladi. 5-inchisi iymon e'tiqod qalbimizga urilishadi. Biz iymon e'tiqodimizni ching, mustahkam, pokiz tutishimiz uchun iymon e'tiqodimiz urilishadigan qalbimizni pokiz tutishimiz kerak. Chunki stakan maynat bo'lsa, biz uningga qancha pokiz suv quysakmi, suv yanala bulg'unadi. Undaq bo'lsa, qanday qilib qalbimizni pokiz tutamiz? Birinchidan Qur'on o'qishni odat qilamiz. Oz bo'lsa-mu, bir bad bo'lsa-mu, Qur'on o'qishni tashlamaymiz. Chunki Qur'on Karim qalbimizni pokizlaydigan birinchi usul. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min robbikum va shifaa'un lima fis sudur."
deydi. Ey insoniyat, Rabbinglar tarafidan sizlarga nasihat bo'ladigan, qalbinglarga shifo bo'ladigan Qur'on keldi deydi. İkincisi gunoh masiyatdan saqlanish. Chunki gunoh qalbning eng cho'ng dushmani. Alloh taolo Qur'on Karimda kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ularning qilgan gunohlari tufayli ularning qalbi qariyib ketdi deydi. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda bir odam bir gunohni qilsa, uning qalbiga bir qora chikit quyiladi. Agar tavba qilib istig'for etsa, u chikit yo'qoladi. Agar yana davom qilsa, u chikit avib butun qalbini qoplaydi deydi. Undaqda gunohdan qanday saqlanamiz? Namozga ahamiyat beramiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Haqiqatan namoz gunoh va yomon ishlardan to'sidi deydi. Undaqda namozga ahamiyat berish uchun qanday qilamiz? Biz yuqorida so'zlab o'tgan iymonni kuchlantirish usullarini qo'llanamiz. Demak, iymon, ibodat, gunoh bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Iymon hal bo'lsa, hamma narsalar hal bo'ladi. Şu isimizde bo'lish kerak. Uyg'ur millati bo'libmi yoshlar e'tiqodidan chekingan vaqtida vatan davosidan chekinadi, uyg'urligidan chekinadi va oxiratligidan chekinadi. Mutafakkir Ali Izzat Begovish degandek, e'tiqodida, iymonida mustahkam turolmagan xalq dushmani oldida mustahkam turolmaydi, inqilobda mustahkam turolmaydi. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar نسير وننشر